Qadrli tomoshabin do'stlar, aramizda shundaq bir qizimiz bor. U bo'lsa-mu Atkerim kamning umrlik hamroyi shundaqda kasbdagi yaxshi hamkorlashquchisi. Tuvanda shu Ruqiya Ubul Qasimga bir she'riy chaqchaq bo'lgan. O'qib baqaymi? Qadam bosgan san'atga cho'lponlarning birisiz, Abdukerim ablizning o'chmaydigan izisiz. Xalqimizni kulsin deb ro'yi ozuq berdingiz, ota-ona xalqning etibarlik qizisiz. Charchimangsiz Ruqiya itotlarga qatnashib, tillab hatta ursumu yurmang ardin yatlashib. Qo'yi bala go'shaydi, er bala mushaydi, Abdukerim ablizga o'ting mangu chaplashib. Ana shunda xalqimizning kulgisiga kulki qo'shish uchun davomli izinayotgan barliq san'atkorlarimiz omon bo'lsin. Qadrli tomoshabinlar, undaqda navbatda nomerlarimiz davom etadi. Davomli huzuringlarda bo'ldig'ini etotlarimizdan Xala Jay. Qani ko'rib baqaylik. Marhamat. Hacetxon sizmi? Hey, Hacetxon sizmi? Hacetxon ha? Hacetxon sizmi? Ha? Hacetxon sizmi deyman? Şirket bizler. Şirket. Kılıp sepkarsız bununla. Ne edişiniz kamazır? Hatıra meçit kim kılıp salıdı? Ya o meçit diyenden, içinde giren uğraş etmişsin hep kılıp salıdı. Ama bu Hacetxon'da kılıp sepkarsınız, uğraş ettik neyim ben bunu açıp deyim. Bak. Bak? Bak. Neyim bak? Bak. Şu neyim var bir bilip kalay. Bak restoranda yetişken neslinin cevheri var. Bak. İşe çıktın ha. Bizden kış kış mıydı? Yani 5 milyondaki ölçümüz. Bu bizden hizmet prensipimiz. İşe çıktın ha. Bizden kış kış mıydı? İşe çıktın geç ha. İş geçmezsem neymiş kılmakçı? İşe girme. İşe girip neymiş kılırsız? İşe girip neymiş kılsız. Onun içinde bir oturas kılınmaydı, onun için kirge. Mıda. Kılım etsin ha. Lafka, size gibi itibar kılıp koyay. Sılnabek, hareket etkiye okşaydı. Davut. Açay şirketin aşkını yukarı kılıp ayağı birisinin bek kıstap gitti. Ya Allah. Menil ishqi bo'lgan. Ile ishqini osh degan, ile ishqini taqi degan. Ile suvni quyvat degan. Ile tazdiq qil degan. Mellam qilam deganda men bu ishni. Ayma o'tib ketgil 5 kun bo'ldi. Maoshimni ber size. Hey, ben kaçasının maaşını vermegen. Aldım kaydım iş kaltap siz verdim ko. O belge iş kalt pulumuzni kecha uxlamay sanasam 150 ko'm chiqmadi, o yon sandiq hisoban 1 mo'lchalik puldi. Bana da işkence, bana azga pul işkence. Ya tamığını kötəmegen adamning. Maki biri tamığını kötəmegen deydi. Tamığını kötəmegen bilen çıkırdı ayırını kötəratkandı ben. Günde 50 bak girse toşkandek. Xeridalı öşürüp Türkistan sınavda edildi. Soğuk iş ketken ki xotluğu dep koy, koyun yağlap koysun seni. Aç aşkı. Bak içime bula. Mana hazır. Allah, kumda gap qilgan bo'lsa. Az gap qildim ha. Yaqinda muavin direktor qilib deb o'tasam ana. Ma balada bütün shashani Hacetxonlarni ochib so'yma, ajab ta'sir qo'yishni. Sapayim deb qolganma. Ayna ichib qo'ydim. Rahmat. O'tiramlar. Rahmat. Yatamlar, kirvaslar. Yatamam ketgan ana bir ko'p sepirdigandek. Rahmat. Ambachi. Ne mangdoq? Xolaga. Şirket sizlar. Haqla.
hojatxona shirkiti. Bo'ldimi? To'liq desa, hojatxona shirkiti emas, hojati ravo hasadorlik shirkiti. Qonun vakili men, qo'limda bir odam ishlaydi. Ha, yo'qligini so'zam qilaman. Ma'qul. Men mana deb turay, to'liq deb turay. Hojati ravo, pay hasadorlik, pay cheklik, pay maslahat, pay shirkiti. Ha, ay shirkatga yetib qutqi shirkat. Ay shirkatlarga bir qilib chiqay. Rahmat. Kim? Adayma. Na'man bor? Hozir shirkatga Makasan. Qog'oz iliboslar. Ay ishidagi Sovetning ishidagi ishlarga olmaydi. Rahmat. Qog'oz bor. Ma'ni iliboslar o'xshamaydi. Voy, qog'ozni tutqatma. Beraman bir kishi. Yo Allah, madem hukukni bir ishlatgan bo'ldi demadi. Ha. Bu pul emasmi? Da kundur qarab baqirgan jin. Nima? Qog'oz. Men nima? Qog'oz. Men qog'ozligini bildim. Ma'lum qog'ozligini bildim. Men yetmaydi azroq beraman. Yetidi. Yetmaydi azroq. Yetidi. Yetmaydi degan gap Qog'oz. Biz necha vaqtga tekshirib, tadqiqot etib, hammadamniki naqyagida kesib qo'ygan yetidi. Men yetmaydi degan gap azroq basing zamanda. Men yetmaydi. Baqacha. Ish tengidagi qanchalar qog'oz ketdi. Yetidi. Meni o'g'lim islom qazimi shekanda. Men uni ishlatmayman. Men hamma dangal ishlataman. Ha. Avago qaysa? Kemeroyning kelini kelli peshaning oldini oladi. Basta. Rahmat. Iqtisodchiliklar shirkat boshqarib keldi dedi qog'ozni oyoq. Kim? Ha. Namandoq. Ishi kirib chiqay. Makasa. Makaslar. Shla. Nima bo'ldi? Men lobanchi o'sima va pasta. Ya, bizlar. Makasa? Xo'sh. Qo'ldirdi qog'ozni men qog'oz olib kelman. Qapamaganlar? Ko'ngillarga milaqchan. Voy, pul desangiz bo'lmadimi? Necha pul? Bir koy. Bir koy? Ha. Voy, mushu ash butun mashgulotdan darini chesibram, mushu mehnat, mushu shishiq, mushu hojatxona bir koyma? Kim hojatxonaga mushta proptomus bo'lmaydi. Proptomusga xaridor topolmaydi. Ha. Masalan, men proptomusga ancha-muncha chivin keladi. Topolmagan xaridorlarimiz shu chivinning kendan yiqmasa o'tib qo'ydi. Qilma. Ya Allah, bu hojatxonaning mo'yit degandan qo'y, erzach qilmaydi edim. O'sha odam hojatning dastidan qo'shanligini kulib kirkitib, sesliqning dastidan og'iz bo'ldi, yosh chiqirgan hojatxona ekan mana. Nima demoqchisizlar? Ha, men demoqchi. Men mushu yaqinda chet ellardagi bir qism shaharlarni, ichki o'lkalardagi bir qism taraqqiy qilgan rayonlarni sayohat qilib keldim. Ajab yo'g'ash qitlar. Endi-la? Yaqa davrga pulot emas, sizga qimida. Ha. Shu shaharlarda bo'lib bu poytaxtimiz Beyjingda mushu hojatxonaga shunchalik pokiz. Ha. Xushpura. Lik muzika chiqib turgan. Endi men sizlarga shu lik muzika qo'yib berayda bo'lsa, aniq ichik Abdulla, Abduriyim, Mo'minjon, Mahmud Sulaymon, Toshmamatlar qilib o'yan qo'ydirib Ibrahimovkan. Aqaysa? Makasa. Hamma narsaga bo'lgan pulga loyiq bo'ladi. Sizlarga kiraversa, aniq sizlar uchun sizlarga g'azal o'qib turganlar bor. Biz tushundiramiz, sizlarga omon qorayib turdi. Men davatgan hojatxona haqsizkan davatma. Qandaylar? Ishqirga hojatxona haqsizkan. Haqsizkan? Ha. Sizlar hojatxona kirilmay, asirga bir tarikni kelib ketibman, o'tib ketganlarmi? Voy, odamda gap qilsizlar. Men davatgan shu hojatxonalar haqsiz bo'lgandan sirtman. Ishlar shunchalik xushpura, lirik muzikalar chiqib turgan, pokiz, undan boshqa yana tamlarga shu aqliy so'zlarni, yaxshi gaplarni yozib qo'ydik. Masalan, oldingizga bir qadam mangsangiz, madaniyatga 10 qadam yaqinlashasiz. Bizning miyada oldingizga bir qadam mangsangiz, o'choqning ichiga chiqib ketasiz. Biz bu shunga aqlga so'zlarni yozib qo'ydik tamga. Ko'rdingizmi? Men yozib qo'ygan narsani ko'rdingizmi? Bu xalq mana shunday egizmas narsalarni yozib olsa biz nima amal biz yozib qo'ydik ukam. Qana? Aniq ishga kirsa ko'ralar. Hojatxona yaxshi joy. Kunda 3 vaqt yo'qlaysiz. Ishlatmasangiz qog'ozni ishtiringizda poqlaysiz deb yozib qo'ydik-ku.
Endi bu deganlaringizning ma'lum asosi bor. Ama bu bir qism odamlar mana hojatxon degan gibi dadimi kirdi, balimi kirdi, men sep turadi demay. Bana aldığımız qarsak, keynimiz qarang deydi. Keynimiz qarsak, bakınımız qarang deydi. Bakınıp qarsak bezep gapini yezib etgan. Jeng gap qilib kam. Yana hech olmay o'ynaylik, kulaylik, yayraylik do'stlar yezib etgan. Ya o'sirib chiqib bo'lmagan. Endi odamlarimizningki sapasi kundan-kunga ishyapti-da. Ishyapti deb ketgan ukam, hozir bir xat yozmagan oyg'imizning kamili qoldi. Mana bu shunda xat yozgan bo'yg'alini bu shaharda ta'miratga bosib qoldi ukam, chiqib ay yatqizib, ash gal kaydoda ashil qing'iraqchi, kat chana takut. Nima qilib taklimatlarga chechivasi deyman. Lekin anda qilsin o'lim chiqirjuma ukam avlar eski. Men qiliq emas deyman. Alloh qiziqchi ekansiz. Bu bir qism odamlar shu shaharniki qaysi tam pokiz. Ne yer chiroyli, ne yer go'zal o'qas, bo'lsa ashagini chaplaydi ekan. Eshak go'shi olamiz, loyiq tonishtiramiz, bizmi kasallarni davolaymiz deb. Endi ben anlaşılıp giderim aka, qanday qilamiz endi? Endi gap hayotim shu endi hojatxona ustida mangan emasmi? Ham men demoqchi bo'lganim, shu ichkirdagi shu hojatxona nima uchun shunchalik xushpuroq, shunchalik pokiz? Bizning bu hojatxona nima uchun manda endi bu manda Nima demoqchi chiqamsizlar? Ha? Siz nada? Men bizga ilmi saqdan tortib tazdiq so'ydigan xalqchiman. Yo'q, xalqqa gap yo'q, men xalqqa gap qildim, men sizga deyapman. Siz meni maynat, mayna taskin demoqchimizkan? Azra. Nima gapni? Manda demay, mening uyimga boqishimni o'ylandimmi? Hojatxona bosgan. Ay kunda 3-4 vaqt serib, supurib, suv ichib, ha? Kun ko'rimizni deb to'plab, shunday chiroyli aynakda qilib aytdik, yalag'da qilib qo'ydik bir basa. Xo'sh, men hojatxonamizga ketdim. Bizga ommaviy oddiy shaxsi. Xo'sh. Amsa, shu shaxsiy hojatxonangiz nima uchun siz supurmaydi? Siz tutayotgan mushu ommaviy hojatxona nima uchun shunchalik siz supuraydi? Fikrim sizga gap tushunammi? Ha? Shaxsiy hojatxona qarsa, bir o'ydiganda 4-5 odam bo'lsa, atganlik, kechlik tushtamoqda o'xshashaydi, shundami? Chiqargan narsadan purqim o'xshash bo'ladi. Endi men ham qo'mi kirdi, mami kirdi. Endi bu puraqni boshqarib bo'lgani bo'lmaydi. Ular yig'ini o'xshash bo'lmagan edi. Har xil puraqni boshqarib bo'lmaydi deb tushundimmi? Tushundim. Voy, sizga gap deb berolmaydi. Men ichiga bir kirib chiqadi deyishdan gap bor. Chiqib deyshamiz, juma. Fikam, namanglar. Makasa. Hojatxonaga. Makaskam. Nima oldu? Yanchiqlarda Qasi bankining kaslavka. Nima oldu? Oshxon pullarini urtaydigan. Unutib qoldi. Unutib qolalar kamsiz, unutib qolalar. Oladigan bo'lsa ishtiklab berdiganni bak unutib qolalar kam. Unutib qolalar. Akaslar qo'llarini. Ko'rishgan olmaydi kam, bayatma hojatxona tozgan qo'lan poq. Ani maynat. Ya men ham demoqchi o'g'lim, bak qiziqchi ekansiz, shunga qo'lingizni tutib olgim keldi. Men bir kun o'sha ayrim xizmatga vaqt chiqib keldim, o'tirib, gapingizni olib ketaman sizga. Men avval ichimga kirib chiqaman, ondan keyin paramiz, ma? Ishga kirib ham chiqaman. Fikr! Ha, deymi? Makasa! Nima bo'ldi? Bak chiroyli obdan balikanlar qashqonchonlari nat qamlashgan. Kimning balasi Fikam? Nima bo'ldi? Gapni so'rag'im kelyapti. Kimning balasi? Dadlarchi kim do'stingdan? Men Abduqodir Qunduzning balasi. Yo'q, dadlarning ismi ekan Qunduz bormi taqa? Alomat islidimi balasi keldi Fikam. Lekin sizlar o'xshamablar. Alomat islidimi balasi keldi. Maqasab Fikam. Sizlar tarixdan beri ilm saqdan tortib tushirdik asrda bormi? Nima? Bosh onlar tishbaga yanchiqdan birabara qog'oz pul chiqarib birasi tanilganlarni asyalamni Fikam. Aniq pash pul yo'q. Tashlab ketsa. Siz men bakavanki men kirib chiqsa bir paytda ketsa. Bu shirkat Fikam. Shirkatda bir adam turmusi bo'lmaydi. Siz bakavanki gachni berib, ishga mochalik papa taqalib qach kasb bo'ladi baxmashamasa. Voy, nimanda qilsiz siz? Ha, tashlab ketsa. Bu men pul basib taqamaysiz, pul bermasam da kim bersin sizga? Dedim ko'chaq, ne diyorlar? Voy, mishabbiza. Babamga yo'q. Voy, Allah ko'chaq, men yo'q qalisi ko'rdim. Voy, men ishi kiraydigan. Men odamlar pul versam olmaydi. Ya men xabar qiladi deyman. Mayakaslar. Ha? Mayakaslar. Mayakaslar. Nima tishimotiga nima qo'ltaq? Mayaklar. Ha, nima bo'ldi? Ha. Odam kirgizasa. Nima chiqqan? Bizning ko'jam. Nima? Nima jan?
Hocam. Kocan olsa kımdım benim. Ben ama gongong sosa socan. Bu ağım emesine yana. Arsa. Ağız seni tüşenmeyediler. Ha. Adam manda hacetxonaga kirmaydi. Bir koydun kışma. Ya Allah, koskumuş kitinde tarif okumaydı adam kendi o. Qara. Siz faqat tushunmaysiz. Adamning manda hojatxonaga kiradigan vaqti yo'q. Ha, siz beka olgan ekan, qistab ketib qolsa kendi suv yo'qotib turib keladi-ku. Ma'qul ekan. Aşağılık insanlar mısın? Suya kadın tutmasa, lıkkını toşkutmasa taza çiğip. Ağzını dikkat, ağzını dikkat. Ay tazamı şunda tolgap. Bir hafta. Bırakın müzik çapışıp kalsa. Tamaşaya şu an çıktı. Ay sağlık kılmam la. Fikayım. Bak adam namrat olsa amin Allahu Ekber dep koysun. Kirip çıksam meyman kınım bu kalsın. Qara. Ey, kichik kelganni so'zlab roman qilib o'tirgansiz. Adamni kirgizdim deganiga kirgizding ha. Qara, qo'lga qog'oz olgan, jiqlab turing qog'ozni. Nima? Jiqlab turing? Ha, oshxona emas, yerimlarga yegandim bir jamin qilib turdigan. Vay 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 vay. Nima degan madaniyatsiz gaplar bu? Ha? Mushu bir qism shaharlarda bo'lib, mushu poytaxtimiz Beijingda. Vay 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 vay. Aka bir ishkirdi gapini jiqlab ketlab kam. Bekal qo'yganlik aşağı kelib bormamla. Bizni ko'cham yaxshiga Qachon basa oyirda saqlab qolasizmi? Ha, rost. Oğlusam kaçtı fikam. Aşağıda var o. Kağızın orada dua vermiş. Kaçırdı basa. Aka. Qara. Mayadasiz. Bir kun vaqtingizni isrof qilib, cho'ng bo'lsinmi, kichik bo'lsinmi tijorat qilibsiz. Ha. Ko'nlarda bo'lmasang illiq chiroy ochmag'in do'kon saray degan gap bor. Oo, acayip isli gap ama o. Men bu bo'lmasam illiq chiroy bo'lay deb olsa shu kimdan tarif qilib ketdi deb o'ymay mulozimat qilib, tarif qilib ketgan odamni uyiga kirib, yuzib ekilib, hojatxonamning ichiga kirib, ustini saldirib, oldin qarab tursam bo'ladi-ku. Ben nima qilib qilsa? Hojatxonaning olganligi kerak. Ay! Ay! Ya bundan siz ko'cha. Nima tushimni bilmasizga? Qopolmasa muborak derler sizni ko'cham, shuni bizga lozim. Jonim ko'cham, siz kirkitayversa. Men bor. Ya Allah, ya Allah. Alamet edemli vardı, ya Allah. Ya Allah fikam. Ama edem taksiga şula, sizdek ola. Muşu bütün edem fikam lagman taksidi köterse, siz başları gelip bahsun taksidi kötürdü gelin fikam. Kudayım matında bizni rakı sözüme fikam, ya Allah. Edem sizdek ola. Qarasa, biz o'g'o. Odamga xonchilik qilsak shunchalik aziydigan odam bu. O adamning kimligini bilamlar. Senin kocan. Bizni ko'janligini obdan bilalar ana. Ya acaba bir kocan deb ketdi. Nenin kocanı bu? Nani ulta? Avi. Mavi. Qavi. Qanday? Sizga ijara bergan bizim idoraning yana kelgan. Ko'jang mundagi babadag'ini. Ya unda emas. Ya Allah! Ya Allah! Hojatxona ular, menda ular. Sizni qular shunda ular. Qo'qulayda ular. Maya kirib, darvoza chaqmak etsamman, o't ketsa. Mushu ixro qilmagan jinoyatchini hech qanday qilmay agirmishlarga 15 minut o'tdan qilib qo'ysa, ay tug'ilishdan burun o'tkazgan jinoyatlarida famin deb o'tadi bari. Nima bor? Ay ichiga qarg'ilinmaydi. Ay kardir deganga o'tiribdi, Xusendan munardak, zambirakda o'qidak 4-5 yerga. Kocan necha yerdilar? 4 ika. 4 olsa to'g'ri. Bu biznikimi yultuz belgilerimiz. Her birisiga vakillik qiladi siz. Kocan. Hay, siz mushu mehnatchilikdan faxrlanib tamsiz? Ya? Siz kelar hafta meyana ijarasini to'shlig'ini rost qo'y. Kelar hafta ijara to'shlig'ini. Kocan to'shidon. Men siz kelganlarini faqat tutmay qoldim. Men sizlarga bir ko'rish olay jinim kocan. Asli qo'llarni boqma. Bizni ko'jam bitirib qoldi. Jinim kocan. Men rost tutmay qoldim. Siz kelganlarini bilmabdimi? Makasla. Bir ançımı yapıp bizim hacetxonasından başlık qilganingizdan adam bundan qizg'in qilib turgan. İşte qilib qo'ygan bo'lsam, adamni hajatxonaga emas, oshxonaga boshlaytmasin men. Mana qildi. Men bu odam gerçeklikni bilmay, uni o'siga bizning da'vatmi, beka, asligimi qarab turmasmiz. Menda bir adadachilik qilib qo'ysa, bizim deb baqsa, men jarada bir tamoq erkinlik qandadidan. Ya, anda bir yardım qilib qo'ysa, nima deb hajatxona bu? Xalaqxona, tayyorxona, poqlaxona.
Koca. Hey. Adam deydi, sizin kocanı tanımay kaptık. Ama şu kocanlarını boz, bir yerlere apırıp aşı kocanı. Razı kısak deydi. Nemanda ishning yo'lini qilmaysizlar. Xo'sh. Men xizmat vaqtida boshqalarning tamog'ini yesak bo'lmaydi. Men jangiringlar. Ma'qul. Qaysisini ishni yo'l bilmaydi qarayapsanlar. Bizim kocan hozir ish vaqtida qanday tamog'ini yeyishib bo'lmaydi. Ha, nima? Qanday degan gap bu? Qanday dedim kocan? Yaxshi dedi. Ey Kerim kocan. Manda qilalar, men bu odam kelishini bilmas. Sizning kelishlar faqat maytadimi? Ben qo'limni ushamdim, men turbini aydab tutamdi deyman. Sizning kelishlardan bak, raskamni qilsam xabarsiz qoldim. Agar sizning kelishlarni bilgan bo'lsam, turbini o'ngshash emas. Hojatxonamizda o'tirsa yo'q, ko'ldim birni ko'ltib qo'ydingizlar. O'ynaydi qoldi. Universitetiga mening bolalarim degan shin chiqib maktabga bormagan. Qo'lim gul tutib qizil poyandasi silib sizning kelishlarni ko'rgan bo'lsam, qo'ying qildim men Kerim kocan. Ben xabarsiz qoldim. Dislar, yancha. Mush kallam ko'p, na chata. Sizning kelishlarni bilgan bo'lsam, VIP kartadan birini bejarib qo'ydim emasmi? Ayrim bir hojatxonamizdan chetraklar bir ayrim xonada birini yasab, o'chqirib tabiga obdan safati bir qo'yib o'tirini teshib qo'ysam, tepida o'tasizlar. Bizning bolalar qahva, choy damlab akirman. Hey. Men sizning aşı 4 yıldızlık hojatxonangizda qahva, choy ichib o'tirishdim dedi. Yo'q, sizga kelganda 4 yıldızlik ko'mir tutoq. Ay, kocan! Köylüm mademni kıvarsan kılıkına, atık sılın aldım takla, elimi tüme takla. Kim be tutak deydi, köylüme, hacatxanı icara almalarını kocan, undak mülazimet kılmaz, mundak mülazimet kılmaz, halka mısın kolaylık yardımaz, dep, burmuç, ehtimamın tuzuda, kuşlar ip bulup, yak ayla tuzuda. Yo'q, ashtar deganligim buningdan keyin deb yozgan. Qara, biz meyaga hojatxona qilib kelmagan. Men bir qism fuqarolar ma hojatxonaning mulozimatining nacharligi. Xo'sh. Mayada o'tirgan odamniki ma'bu muomalaning nacharligi to'g'ri shikoyat qilib. Ben xaridon bek nachar. Yo'q, sizlar boshqa xaridon. Shu xalq ajna deb shikoyat qilganlik uchun. Xo'sh. Alaykum o'zimiz tuyuqsiz tekshirib kelgan. Mana boshqa degan sizda ko'rish kerak. Boshqa tuyuqsiz pat tekshirib tursa, hamma o'rniga chiqib emasmi jinim ko'rgan. Ma odamga makon. Xo'sh. Ma odamga gap to'shimida. Sizlar odam kim bor? Men bir gapni o'zinglar bilaman. Ma'qul kocan, ma'qul. Qanday deb kocan men degan. O'zini qoldi deb. Abi dama. Masala anglasa? Xo'sh. Mushu. Mushu. Hojatxona degan qanday joy, ha? Hojatxona degan. Hojatxona. Hojatxona bo'lgan ekan, o degan. Hojatxonaga bo'lish kerak. Aferin. Qanday dedim kocan? Voy, hech qanday demadan o'tamayman. Qara. Ma hojatxona degan gap fuqaromi kirdi? Boshliqmi kirdi? Yo'qchiliklarmi, chet-elliklarmi kirdi? Bu bir shaharning, bir millatning, bir rayonning safosini ularning yavatgan yemekligi. Xo'sh. Kiyib olgan kiyimi, haydayotgan mashinasi, qilib olgan girim orqali o'lchmaymiz. Sharmi, hayo, adab, axloq, shaxsiy ham muhit tozaligi qarsaqlik kifoya. Pokizlik axloq, pokizlik zinnat, pokizlik iymon, pokizlik aql ham tan sog'liqdir degan gap bor jinim aka. Qaram, hojatxonamizda. Buningga cho'qim diqqat qilaman. Buningdan keyin gapni tinglar. Ma'qul kocan, ma'qul. Anglasa? Xo'sh. Sizlar Obdan. Ma'qul. Hojatxona yaxshi tozalab. Xo'sh, obdan tozlayman. Buzilgan yerlarni o'ngshab, Obdan bezayman. kelar haftagacha o'tkazib belgilab tayyorlashsa. Nima? O'tkazmagina? Ijara vaqti o'shirganda kelyapti. Yana to'g'ri kiralar. Jinim kocan. Mana men o'zim ichib qolay. Endi qanday ish qilasizmi? Adam sizlar biz odam qanday ish qilasizmi? Mayli-ku endi. Jinim kocan bunda qildi. Men bir ichib qolay. Bir azroq bir ijozat o'stirib olsin mayli. Ya biz buni qaraq qoldik, ochig'i aydan bor hojat. Unda emasdi. Men chaqchaq nima qilaman? Ochig'i aydan biz qaraq qoldik uni. Ya Allah, ajoyib odamlar vardı. Ya bir ish qilsa ko'ranmagan, ya pul topsa chidamagan, ya o'zi qilolmagan, ya qilgan odamni ko'ranmagan. Voy zada ashim men qilayotgan ishni talashayotgan qasibi naisab nima ekan u? Biz bo'lay. Hey! Bu hojatxona ochilgancha ishqim ochilgan odam bor.
Ha? Ko'jangning tuqquni. Voy! Ko'jang! Ha! Rahmat.